Akalar, mana bugun kolodis xizmatidan foydalanyapmiz o'zimizning xonadonda. Kimga kolodis xizmati kerak bo'lsa, hozir nomerlarni qoldiramiz. Akalarning xizmati zo'r ekan. Hozir kolodis tushirish jarayonlarini ham bir ko'rsatamiz. Mana akalar. Ha, bo'ldi, mana akani bir suhbatini olamiz. Mana kolodislarimiz keldi. Hurmatli obunachilar. Mana akalarni tushirish jarayoni. Nimani balondim aka? Mana. Mana aka. Hamma ishda o'zini ustasi bo'ladi deganga bular o'ta havosini olyapti mana. Tushirishni ko'ringlar. Aka, vodiy bo'ylab ekanda endi xizmati? Bular boshiga ketasizlarmi? Zo'r aka. Sexiylar Asakadami? Andijon. Andijondan. Davay aka. Eng haligi murakkab joyi mana shu tushirish jarayonida akalar mana. Hozir ko'rasizlar, bular endi ancha havosini olgan. Akalar, mana kalsovimiz o'rnatib oslog'ini turishyapti. Ustagalarimiz. Men tomon. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Bugun mana akamiz kolodislarni qo'yib berdi. Seximiz qayerda aka? Mo Andijon Chermetda Dibo zapravkan Yevroparasida. Juda yaxshi aka, xizmatlari zo'r ekan. Alloh rozi bo'lsin. Narx-navosi qanaqa endi bu kalsolarda aka? Andijon territoriyasiga, mana Andijon shaharning ichiga 350 ming, bu yoqlarga ham 350 ming Sharxonga. Kecha yo'llarimiz uzoqlashgan sari ko'tarilaveradi. Ozgina shu yo'lning hisobiga qo'shilaveradi. Ha, bu qoppog'imizning narxi qancha aka? Qoppog'ning narxi aka 150 ming. Mana shu territoriya. Bu ham mana shu anaqa masofaga uzoqlashgan sari ozgina qo'shilishi mumkin. Bundan ikki xil bor, armaturaligi bor, bu jicha qimmatroq. Bu o'zi setga to'qilgan. Bo'ldi aka, tushunarli. Vodiy bo'ylab xizmatimiz bor ekanda. Xudo xolasa obunachilar, kimga shunaqa kalso xizmatlari kerak bo'lsa, akalar nomerini pastda qoldiraman. Bemalol birinchi qo'l ekan. Aytaverasizlar. Ha, ketishda Alloh rozi bo'lsin mehnatlaringizdan.